Men Gulim, tanimadim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Degan. Yaxshiman men. O'zing yaxshimisan? Men qo'yavering. Siz sog'indim. Qachon kelasiz O'zbekistonga? Nasib qilsa boraman. Lekin 2 yil siz borolmayman ekan, ishlar ko'p. Pul qilish kerak, to'ygam, uygam. Menga unday katta to'y qilish kerak emas. Mayli, bizdan bo'lmasa ham, siz yaxshi bo'lsangiz bo'ldi. Tezroq qayting, bo'lmasa meni boshqasiga berib yuborishmoqchi ekanlar. Nimaga? Agar uydagilaring yoqsa, men nima ham qilardim? Uydagilaring senga yomonlik ravo ko'rmaydi. Yo'q, unaqa emas. Men sizni sevaman. Sizdan boshqasi kerak emas. Agar boshqasiga berishsa, to'yim kuni o'ldiraman o'zimni. Jin, unaqa dema. Nomerga qara, O'zbekka keldim hozir, tushdim samolyotdan. Birinchi senga telefon qildim, shu bilan. Endi to'y qilamiz.